Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bugungi mavzu juda ham dolzarb. Siz ushbu mavzu orqali o'zingizni qanday itoatkor yoki taqvodor inson ekanligingizga baho berishingiz mumkin. Nima uchun deysizmi? Bu borada Imom Abu Lays Samarqandiy shunday deydi: Allohdan qo'rqishning alomati 7 narsada namoyon bo'ladi. Ya'ni siz Allohdan qay darajada qo'rqishingizni bugun o'zingizga baho berasiz. Mazkur 7 narsada siz Allohdan qo'rqasizmi, yo'qmi? Buni o'zingizni tekshirish orqali bilib oling. Ushbu 7 narsalar nima? Til, qalb, ko'z, me'da, qo'l, oyoq va itoat. Keling, har biriga asta-sekinlik bilan to'xtalib o'tamiz. Bugungi mavzu juda ham muhim. Buni boshidan oxirigacha tinglang va ushbu mavzu orqali Allohdan qo'rquvchilarning alomatlarini o'rganamiz va o'zimizning hayotimizga ham bu narsani tatbiq etamiz. Hikmat ahlidan birining aytishicha, vujudning sog'ligi va omonligi oz yeyishda ekan. Ruhning sog'ligi va omonligi esa gunoh qilmaslikdadir. Dinning omonligi esa Alloh yaratgan zotlarning eng ulug'i Muhammad sallallohu alayhi va sallamning go'zal xulqlariga erishishdir. Alloh azza va jalla shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqulloh innalloha khabirun bima ta'malun. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun qiyomat uchun nimani, qanday amalni taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Hashr surasi 18-oyat. Mazkur oyatning mazmuni shunday: Allohdan qo'rqing, unga itoat eting. Moddiy va ma'naviy azob chekayotganlarga yordam bering. Doimo Alloh yo'lida bo'ling. Qiyomat kuni buning mukofotini olasiz. Chunki Alloh savob amalingizni ham, gunoh ishingizni ham, nima qilgan bo'lsangiz hammasini bilguvchi zotdir. Farishtalar, osmon, yer, kecha kunduz hammasi inson nima qilgan bo'lsa, shu haqida qiyomat kuni guvohlik beradi. Hatto inson tanasining a'zolari o'zi to'g'risida guvohlik qiladi. Yer iymonli va ixlosli kishilarga guvoh bo'lib, mening ustimda namoz o'qirdi, roza tutardi, hajga borardi deydi. Yerning bu guvohligidan Allohdan qo'rqqan, ya'ni taqvodor inson sevinadi. Ammo yer iymonsizlar to'g'risida ham guvohlik beradi. Mening ustimda fahsh ishlarni qildi, ichkilikka ro'ju qo'ydi, boshqalar haqqini yedi deydi. Rahimlilar ichida eng rahimli bo'lgan Alloh qiyomat kuni iymonsizlar osiylarni ipidan ignasigacha sinchiklab so'roq qilganida ularning holiga voy bo'ladi. Butun vujudi va barcha a'zolari bilan Allohdan qo'rqqan kishilar mo'minlardir. Keling, endi Allohdan qo'rquvchilarning 7 alomatlarini o'rganamiz. Birinchisi, tilda. Allohdan qo'rqqan odam tilini yolg'on, g'iybat, boshqalarga bo'xton qilish va bekorchi so'zlarni aytishdan tiyadi. Uni Allohni zikri etuvchi, Qur'on o'quvchi va ilm muzokaralari bilan mashg'ul a'zo holida shay tutadi. Siz endi o'zingizga savol bering. Allohdan qo'rquvchilarning birinchi alomati sizda topildimi, yo'qmi? Endi ikkinchi alomati qalbda. Allohdan qo'rqqan kishi qalbida musulmon qardoshlariga dushmanlik his etmaydi. Yolg'on, bo'xton va hasad qilish kabi g'ayri insoniy tuyg'ularni qalbidan o'chiradi. Chunki hasad kishining go'zal amallarini mahv etadi. Shunga ko'ra Allohning rasuli buyuradi: olov o'tinni yeb bitirgani kabi hasad ham insonning go'zal amallarini yeb bitiradi. Azizlarim, bilingki, hasad qalblarga joylashib, jamiyat hayotida katta zararlarga yo'l ochuvchi yomon kasallikdir. Qalblardagi xastaliklar, ya'ni yomon tuyg'ular, yomon fe'llar faqat ilm va amal tufayli muolaja topishi mumkin. Bu ikkinchi alomat. Uchinchi alomat ko'zda. Allohdan qo'rqqan odam yeyish, ichish, kiyinish va boshqa ishlarda ham ko'zini haromdan saqlaydi.
dunyoga hirs va har narsaga ega bo'lish ishtiyoqi bilan emas, ibrat nazari ila qaraydi. Halol bo'lmagan narsalarga qarashdan tiyiladi. Shuning uchun ham Allohning rasuli buyuradi: kim ko'zini harom narsalar bilan to'ldirsa, Alloh ham qiyomat kuni uning ko'zini olov bilan to'ldiradi. Azizlarim, bugun ayni mana shu jabhada ko'pchiligimiz oqsoqlanamiz. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda ko'zimizni haromdan saqlashning iloji qiyin bo'lib qoldi. Ammo bu o'z qo'limizda. Biz ijtimoiy tarmoqlarni tomosha qilayotganimizda ko'zimizni haromdan saqlab, halol narsalarni, Qur'on oyatlari, hadisi shariflar, ibratli ma'ruzalarni tomosha qilaylik. Lekin bizning ko'zimizga harom bo'lgan turli xil videolar, rasmlardan o'zimizni chetga olaylik. Alloh asrasin. Biz ko'zimizni harom narsalar bilan to'ldirsak, Alloh bizni qiyomatda olov bilan ko'zimizni to'ldirib qo'ymasin. Bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilaylik va Allohdan qo'rqaylik. 4-si, me'dada. Allohdan qo'rqqan odam me'dasiga harom luqma bermaydi. Chunki harom luqma yeyish eng katta gunohlardan biridir. Shu bois Allohning rasuli buyuradi: inson zoti me'dasiga bir luqma harom tushganda, bu luqma me'dasida qancha vaqt tursa, yer va ko'kdagi farishtalar ham unga shuncha vaqt la'nat aytadi. Demak, haromdan ham hazar qilishimiz kerak. Bir luqma harom qornimizda qancha turgan bo'lsa, o'shancha la'nat farishtalardan bizga yog'ilar ekan. Shuning uchun o'tgan ulug'larimiz haromdan, harom luqmadan shu qadar qattiq hazar qilishganki, mabodo shubhali narsa tomoqdan o'tib qolsa, hattoki qayd qilib uni chiqarib tashlashga harakat qilishgan. Allohdan qo'rquvchilarning 5-alomati. Qo'lda. Allohdan qo'rqqan inson qo'lini haromga uzatmaydi. Aksincha, Allohning rizosiga uyg'un narsalarga uzatadi. Ka'bdan bunday rivoyat naql etilgan. Alloh yaxshi zumratdan bir bino yaratgan. Bu binoda 70 ming doira va har doirada 1000 xona bor. Bu yerga faqatgina o'ziga harom narsa in'om etilganda yolg'iz Allohdan qo'rqqani uchun uni rad qilgan kishilar kiradi. 6-si, oyoqda. Allohdan qo'rqqan odam isyon yo'lida emas, Allohga itoat yo'lida odimlaydi. Ya'ni Allohga itoat yo'lida qadam bosadi. Ilm, ma'rifat va yaxshi axloq o'rganish maqsadida olimlar va solih kishilar majlisiga shoshiladi. Bekorchi narsalarga, harom harish narsalarga qarab yurmaydi. Yaxshilik tomon, xayr tomon, barokat tomon, halol tomon faqat Allohni rozi qiluvchi yo'llardan yuradi. 7-si, itoatda. Allohdan qo'rqqan odam yolg'iz Allohning rizosi uchun unga itoat etadi. Riyo, insonlarga o'zini yoki ishlarini ko'z-ko'z qilish va ikkiyuzlamachilikdan saqlanadi. Demak, faqatgina Allohga itoat qilishni o'ziga dasturul amal qilib, boshqa narsalarni esidan chiqaradi. Alloh uchun biror bir ish qilsa ham xolislik ila ish qiladi. Kimdir ko'rsin, kimdir maqtasin, kimdir meni falonchi shunday ish qildi desin degan o'y xayol, fikrlardan juda ham yiroq bo'lar ekan. Shunday qilib, bir kimsaning 6 a'zosi va 7-chi o'laroq ibodatda shu hollar mavjud bo'lsa, demak u Alloh val axiratu inda robbika lil muttaqin, oxirat esa Robbingiz nazdida taqvodorlar uchundir deb buyurgan kishilardan biri bo'ladi. Yana taqvodorlar haqida Alloh buyuradi: innal muttaqina fi jannati va uyun akhidina ma atahum robbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Albatta taqvodorlar jannatdagi bog'lar va buloqlar uzra bo'lurlar. Parvardigorlari ularga ato etgan narsalarni, mukofotlarni olgan hollarida bo'lurlar. Zero ular bundan ilgari dunyoda ezgu ishlarni qiluvchi edilar. Zoriyat surasi 15-16 oyatlar. Mana Allohdan qo'rqqan inson jannatlarda bo'ladi. Alloh xohlagan taqvodorlar juda ham yuqori martabalarga oxirat kuni erishar ekan. Innal muttaqina fi jannati va na'im. Taqvodor zotlar esa bog'lar va ne'matlar ichradirlar. Innal muttaqina fi maqomin amin. Albatta taqvoli zotlar
u kunda osoyishta joyda bo'ladilar. Bu oyatlarning barchasidan bilamizki, mo'min odam qo'rquv bilan umid orasida turmog'i, Allohning rahmatiga suyanmog'i, undan aslo umid uzmasligi kerak bo'ladi. Demak azizlar, Allohdan qo'rqqan inson mana shu 7 alomatni o'zida mujassamlashtirish kerak. Bugun siz ushbu videoni tingladingiz va o'zingizga o'zingiz baho berdingiz. Mana shu 7 alomatdan qaysi biri sizda bor u, qaysi biri yo'q. Izohlarda qoldiring. Albatta qoldiring va o'zingizga o'zingiz so'z berib duo qiling. Mana shu sizda yo'q bo'lgan alomatni men o'zimda mujassamlashtiraman va Allohdan qo'rquvchi bandalardan bo'laman deb izohlarga yozing. Biz ortidan amin, amin, amin deb yaxshi amal uchun qilayotgan niyatingizni tasdiqlaylik. Alloh taolo barchalarimizni Allohdan qo'rquvchi insonlardan qilsin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin va o'zi oyatlarda aytganidek jannatning yaxshi maqomlarida, yaxshi joylaridan joy olmoqligimizni o'zi nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.